Assalomu alaykum hurmatli kitobxonlar. Oilam sog'lom bo'lsin desangiz, David Wernerning Hammabop tibbiyot qo'llanmasi kitobini o'qing. Salomatlik eng katta boylik. Qo'limizdagi ushbu kitob har bir oila uchun zarur va uy sharoitida tibbiy yordam ko'rsatish bo'yicha ishonchli yo'ldoshdir. Kitobda kundalik hayotda tez-tez uchraydigan kasalliklar va ularni oldini olish yo'llari, birinchi tibbiy yordam ko'rsatish qoidalari, bolalar va kattalar salomatligini asrash bo'yicha maslahatlar, to'g'ri ovqatlanish, gigiyena va sog'lom turmush tarzi haqida foydali ma'lumotlar. Aniq, oddiy va hammaga tushunarli. Hammabop tibbiyot qo'llanmasi bilan siz zarur vaziyatlarda o'zingiz va yaqinlaringizga yordam ko'rsatishni o'rganasiz. Salomatligingizni mustahkamlaysiz, tibbiy bilimingizni oshirasiz. Bu kitob har bir xonadon kutubxonasida bo'lishi shart. Hurmatli kitobxonlar, ushbu kitob sizga qiziqish uyg'otgan bo'lsa, Sharof Rashidov tumani axborot kutubxona markaziga tashrif buyurib, mutolaa qilishingiz mumkin.